Hammaga assalomu alaykum o'sroqchalarim, qalaysizlar, yaxshimisizlar? Men piyoz archishni juda ham yomon ko'rganim uchun o'zimcha piyoz qo'shilmaydigan ovqat o'ylab topmoqchi bo'ldim. Mana bu yerda choyimni ichib o'ylayapman, nima qilsam ekan bo'ladi. Bu qo'limdagi gribi, ichiga sabzavotlar qo'shaman ko'rsatganimdek. Vot, men ham yiqitib yubordim. Go'shtni chota odamdek ocha olmaganim uchun, lekin tirnoqlarimni foydasi tegdi, bezahmat. Bu yerda kirchi go'shtlarni yuvib olganman. Vot, bu chista sabzavotskiy kimchiqil ovqat bo'lyapti-da. Ichida mamnaqa narsa chiqdi, lattam-pattam nima bu bilmadim. Menimcha qonini shimish uchun deb o'yladim o'zimcha. Ketdi boshladik, boshchasini keshib tashlab, qilib tashladim. Azushka qilishni bilmas ekanman. O'zim gapirib olsam yaxshiroq ekan. Vot, mana shunaqa qilib tozalab olamiz o'zimizcha. Kstati, meni ovqatlarim doim yarim soatda bo'ladi. Juda ham tez qilaman. Tez qilishimga qaramay, lekin hamma joyi top-toza tutib qilaman-da. Vot, qo'shiq eshitib, mazza qilib, choyimni ichib, конечно, choyimni spokойно ishlayapman. Endi tepamda tergab turadigan odam yo'q-ku meni. O'zim yashayman mazza qilib. Vot, o'sroqchalarim, o'zimizcha vot kartoshkalarni turburchak qilib to'g'rashni, mana shunaqa qilishni boshladim. Keyin men bu nima qo'limdagi mana shuni ham mana shunaqa qilib to'g'rashni boshladim mana. Turburchak qilishlaring kerak, silishkim kichkina bo'lishi kerak emas, endi silishkim ja katta emas, короче, normal bo'lishi kerak. Vot, oxirgida gribi, yurmon qoziq, nima deyishardi? O'shani vot to'g'rashni boshladim. Tit qilib, vot. Bu orqa fonda muzika o'ynayotgani uchun raqsga tushyapman. Go'sht shundoq ham to'g'ralgan kun nima boshqatdan to'g'rayapsiz deydigan bo'lsalaring, agar katta to'g'ralgan ekan, men sredniy razmerda qilib hammasini bir xil qilib to'g'rab chiqdim. Men yerda yog'i isitdim, vot, go'shtni jarить qilyapman o'zimcha. Orqasidan gribini tashlab yubordim. Vot, buni ham birga ikkalasi qapishib jarить bo'lyapti. Aytgancha chesnok ham ichiga qo'shaman, shuni aytish esimdan chiqdi. Ikkita qo'shib yubordim. Men yerda 3 qoshiq tuz urdim. Sizlar priprava qiladigan bo'lsalaring qilinglar. Men umuman qilmadim, chunki yomon ko'raman. Mittigina joncham bilan men buni ochishga kuchim yetmadi o'zimcha. Vot, bir amallab ochdim buni, keyin ichiga 1 qoshiq tomatni sovorsammikin, yevorsammikin. Конечно, uni ichiga sovordim. Vot. Endi buni hammasini aralash qilib, orqasidan kartoshkani sovordim. Короче, hammasi qizarib, qovuriladigan anaqaga kelish kerak. Короче, birinchi chotka bilan hammasini qovurib, keyin ustidan suv to'kib yuborasiz. Tushundingizmi? Mana bunaqa bo'lishi kerak edi. Lekincha vot realni aytmoqman, silishga mazali bo'ldi. Vot, oxirida baklajonni sovordim. Bu juda ham anaqa pishni nimadir bo'lgani uchun aralashga ozgina qiynaldim. 3 soat aralashtirdim. Mana bu yerda 750 gram suv bor edi, 150 gram qoldi. Keyin tagida qarasam ko'p olgan ekanman. 750 gram vohima qilib shunga qarab suv solasizlar. Men yerda choyimni ichib bo'ldi. Endi men yerda pastudalani o'rniga qo'yish kerak. Qo'lda yuvsangiz o'lib qolasizmi desangiz agar, makina turgan joyda nima men qo'lda yuvishim kerak deb, men ham lekin taxtachani endi mashinkaga qo'ymayman-ku, конечно, qo'limda yuvaman. Mana men yerda bu qaynavyapti, kelib tekshirdim. 10 minutdan keyin men yerda hidi chota silishkim zo'r chiqyapti. Keyin qarasam, mana bu pishgan varianti chotki bo'ldi, mazali bo'ldi.